Binafsha shu'lasi. Muallif Usoma Muslim. Tarjimon Murod Shoshi. Kichik ko'zgu. Sokin va osuda o'lkalarning birida qator xonadonlar devor bilan o'rala boshlandi. Bu uylarning sohiblari makonlarini o'z qiymatidan bir necha barobar yuqori narxga sotib yuborishgandi. Devorlar bitgach esa ichkaridagi xonadonlar tinim bilmas buldozerlar yordamida bir tekis buzib tashlandi. Bu manzarani qo'shnilar hayrat ila kuzatib turardi. Oradan bir necha kun o'tgach, devor bilan o'rab olingan maskanda ustaxona kabi katta bino qad rostadi. Ichida ish qaynay boshladi. Mahalla ahli o'rtasida bu ulkan hududda katta tadbirkorlik markazi yoki turar joy majmuasi barpo qilisharkan degan gap so'zlar uchradi. Biroq vaqt o'tishi bilan bu yerda qanday bino bitayotganini ilk belgilari namoyon bo'ldi. Bir necha xonadonni bag'riga olgan hovli betakror me'moriy dizaynga ega bo'lib, bu yerda bahaybat va hashamatli qasr qurilayotganidan darak berardi. Shohona qasr tez muddatda bir necha oy ichida qurib bitkazildi. Boisi uning qurilishi ertayu kech to'xtovsiz davom etardi. Mahalla aholisi esa har kuni ishga borib kelish asnosida binoning qay darajada tez bitayotganiga guvoh bo'lishardi. Ayrim odamlar yangi qo'shni kim ekanligini bilishga va u nega aynan shu kamtarin mahallani tanlaganiga juda qiziqishardi. Axir odatda boyvachchalar bunday ko'chada yashashmasdi-da. Ular istiqomat qiladigan mahallalar boshqa hududda joylashgandi. Bu yerlarga hatto yashash uchun zarur bo'lgan ba'zi kommunal xizmatlar haligacha yetib kelmagan. Ammo qasrning qurilish jarayonida o'sha kommunal xizmatlar qisqa vaqt ichida ishga tushirildi. Tabiiyki, mahalla ahli bundan manfaat ko'rdi. Nihoyat qasr qurilishi va uni pardozlash ishlari oxiriga yetdi. Odamlar buni binoni o'rab turgan devorlarga o'rnatilgan yorqin chiroqlar tunda ishga tushib, atrofdagi ko'chalarni yorita boshlaganda angladi. Shuningdek, qasrda bir necha kun davomida mebel ortilgan yuk mashinalari kirib chiqishi ham bu fikrni tasdiqladi. Oradan bir necha kun o'tar o'tmas mahallaga bir juft tezyurar avtoulov nazorat ostida bahaybat, hashamdor mashina kirib keldi. Ular qasr darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Bu manzarani ko'rgan mahalla ahli yangi mehmonlarni ko'rish niyatida qasrdan nariroq joyda yig'ilib, ularni kuzata boshlashdi. Ikki tezyurar ulovdan bir nechta erkak tushdi. So'ng ulardan biri 3-chi hashamatli mashinani orqa eshigini ochdi. Undan badavlatligi sezilib turgan erkak va 12 yoshlar chamasidagi qizcha tushdi. Qizning hashamati ham yonidagi erkaknikidan o'tsa o'tardiki, aslo kam emasdi. Yegnida bejirim nafis ko'ylak, qo'lida qimmatbaho sumkacha. Badavlat erkak uzoq vaqtdan beri kutgan orzusiga erishgandek karaxtlanib mahalladagi uylarga razm solib turdi. Cho'ntagidan yog'ochdan yasalgan tamaki trubkasini chiqardi. Yonidagi soqchilardan biri tillarang yondirgichi xo'jayinning trubkasini tutdi. Xo'jayin tamakidan bir tortdi-yu, tutunini havoga purkadi. Keyin qizi bilan yana mashinaga joylashdi. Soqchilar eshikni ohista yopgandan keyin o'zlari ham tezyurar ulovlariga qaytishdi. So'ngra mashinalar qasr ichiga kirib ketdi. Darvoza yopilgandan so'ng bu manzaraga guvoh bo'lgan odamlar orasida bahs qaynadi. Badavlat kishining kimligi va nima uchun aynan shu kamtar mahallani yashash uchun tanlagani
haqida turli mishmishlar avj oldi. Bahs munozaralarga u kishini taniydigan keksa bir mo'ysafid aralashdi. U qachonlardir mana shu ko'chada, taqriban aynan shu qasr qurilgan joyda oilasi bilan yashagani ma'lum bo'ldi. Mo'ysafidning aytishicha, badavlat kishining otasi ko'p yillar oldin katta zararga uchragan va uyini sotib oilasi bilan o'sha vaqtda moddiy ahvoliga mos boshqa yerga ko'chib ketishdi, majbur bo'lgan. Odamlarning biri qariyaning gapini bo'ldi. Abu Abdurahmon, nazarimda adashyapsiz. Bu kishi hayotida sira faqirlik neligini bilmagan kimsaga o'xshaydi-ku. Nima, badavlat kishilar boy bo'lib tug'iladimi? Mo'ysafidning gaplariga shubha bilan qaragan odam kuldi. Ko'pchiligi shunday. Shundan keyin Mo'ysafid o'ziga o'zi g'o'ldirab, nima deyotganimni yaxshi bilaman. Ishonasizlarmi, yo'qmi? Bu menga muhim emas, degancha odamlardan uzoqlashdi. Oradan bir necha kun o'tib, aholi orasida qasr va unda yashovchilarga bo'lgan e'tibor kamaya boshladi. Uning darvozasi ahyon-ahyonda ochilar. Shunda ham faqat xizmatkorlar yoki soqchilar chiqardi. Hech kim o'sha boyni ham, yonidagi qizini ham qaytib ko'rmadi. Lekin kunlarning birida asr chog'i vaziyat o'zgardi. Qasrdan bir xil kiyingan 4 nafar qo'riqchi chiqib, kiraverishda tartib bilan joylashishdi. So'ng ichkaridan ustiga mato yopilgan savat ko'targan keksa ayol bilan o'sha qizcha chiqib keldi. Ular qo'riqchilar qurshovida mahalladagi uylardan biri tomon yurishdi. Siyrak yo'lovchilar va to'p o'ynayotgan bolalarni hisobga olmasa, bu pallarda ko'chada odam kam bo'lardi. Bolalar o'yinni to'xtatib, turgan joylarida qizchani kuzata boshladi. Qiz esa qasr bo'ylab joylashgan xonadonlardan biri tomon ketayotgandi. Uy eshigiga yetib borgach, qo'riqchilardan biriga taqillat deganda ishora qildi. Qo'riqchi eshikni qoqdi. Ichkaridan odmigina kiyingan bir odam chiqdi va qo'riqchilarini ko'rgan zahoti bezovtalanib, qaltiragancha, "Men hech narsa qilmadim. Kun bo'yi uyda edim", dedi. Qiz yasama tabassum bilan gap boshladi. "Xayrli kun. Biz yangi qo'shningizmiz. Mahallaga qabul qilganingiz uchun rahmat aytgani keldim." Uy sohibi qizning soxta iltifot va yasama odob bilan gapirayotganini ko'rib, taajjublana unga tikilib qoldi. Javob qaytarmoqchi bo'lganda qiz yonidagi keksa ayolga ishora qildi. Kampir savatni ochib, ustiga mo'maygina pul qo'yilgan kulchalardan birini chiqardi. So'ng hayron qarab turgan uy sohibiga uzatdi. "Nima bu?" Qiz tag'in yasama tabassum bilan javob qaytardi. "Minnatdorchiligimiz ramzi. Arzimas narsa." Uy sohibi qovog'ini uydi. "Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Nima uchun minnatdorchilik?" Qiz chimirilgan qoshlari bilan jahli chiqqanini yashirishga urindi va yuziga sun'iy tabassum yugurtirdi. "Bizni obod mahallangizga iliq qabul qilganingiz uchun. Bu yerga kelishingizdan avval hech kim men bilan maslahat qilmadi", deb uy sohibi eshikni qattiq yopdi. Uning so'zlarini eshitgan qizning tabassumi xo'mrayishga almashdi va jahl bilan hamrohiga "Darhol uyga qaytamiz", deb baqirdi. Shunday qilib, barchasi tezlik bilan qasr tomon keta boshladi. Qiz esa vaziyatni kuzatib turgan odamlarga eshitilmaydigan qilib bir nimalar deb nolerdi. Nima deyotganini aniq eshitilmayotgan bo'lsa-da, yaxshi gap emasligi sezilib turardi. Qiz qasrga kirdi. Uning ortidan savat ko'targan keksa ayol ham oldimladi. Soqchilar esa qiz qarsillatib yopgan eshik qarshisida qolishdi.
G'azabdan qoni qaynayotgan qiz qasr ichidagi keng kursilardan biriga o'tirib baland ovozda o'zini yalangoyoqlarga tenglashtirgan odamning jazosi shunday bo'ladi, dedi. Kampir qo'lidagi savatni dasturxonga qo'ydi. So'ng qizning yoniga kelib engashdi va uning oyoq kiyimini yechib, "Ha, yo'q xonim, bunchalik bezovta bo'lmang. Ular baribir qadringizni bilishmaydi", dedi. "Jim bo'l, Halima. Bu sening aybing emas. Meni shunday qilishga majburlagan otamning aybi", dedi asabiylashib. "Kulchalarni bir pasda tarqatib bo'ldingmi?" dedi qo'lida tamaki trubkasini ushlagancha yuqori qavatdan xotirjamlik bilan tushayotgan otasi. Hayo otasiga javob qaytarmadi. Aksincha, qovog'ini uyib, jahl bilan ikki qo'lini bir-biriga ishqalash bilan kifoyalandi. Xo'jayin kelayotganini ko'rgan Halima qo'rqib o'rnidan turdi. Keyin bir necha qadam ortga tislanib, boshini quyi soldi va o'ng kaftini chaft kafti ustiga qo'ydi. Ota og'ir qadamlar bilan qiziga yaqinlashdi va yoniga o'tirdi. Qiz esa g'azabga to'la nigohlari bilan boshqa tarafga o'qrayib qaragancha jim o'tiraverdi. Ota trubkasiga tamaki solarkan qizidan so'radi: "Senga nima bo'ldi?" "Hech narsa", dedi yuzini otasidan teskari burib o'tirgan Hayo asabiylashib. Ota savatga nazar tashladi va Halimadan "Senga buyurganimdek mazali kulchalar tayyorladingmi?" deb so'radi. Halima qo'rquv aralash ovozda "Albatta, hojam", deb javob berdi. Ota savat ustidagi matoni ochib qaradi, so'ngra "Kulcha ustidagi mana bu narsa nima?" dedi hayron bo'lib. Halima qo'llari qaltirab javob qaytardi. "Ozroq pul, hojam", jahli chiqqan ota "Senga kim aytdi ularga pul qo'shib bergin deb? Men faqat kulcha pishir degandim-ku", dedi baland ovozda. Shu payt Hayo otasiga baqirib javob qaytardi. "Ota, bu mening g'oyam edi. Men aytgandim shunday qilishni." "Sening g'oyang? Bu ahmoqona ish nimasi?" dedi taajjublangan ota. Hayo otasiga o'qrayib qaradi. "Ozroq pul berib, bechorahol qo'shnilarimiz qalbiga surur kirgizmoqchi edim." Otasi qovog'ini soldi. "Bu ishing bilan ularning g'ururini yerga uribsan." Hayo masxaraomuz ohangda dedi. "Tagi zoti past odamlarni yerga urib bo'larkanmi?